Qilinadigan Davlat xavfsizlik xizmati Kubogi musobaqasining tuman bosqichlari g'oliblari aniqlanmoqda. 2 oy davom etgan mini futbol va futbol musobaqasi Mirzo Ulug'bek tumani bosqichida 70 ta mahalladan 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan 3000 dan ortiq mahalla yoshlari ishtirok etishdi. Mahalla va sektorlardan saralangan havaskor yoshlar final bosqichigacha yetib kelishdi. Mini futbol musobaqalarida Oltintepa mahallasi vakillari tengsiz bo'lgan bo'lsa, qizlar o'rtasida bahslarda Kamolot mahallasi jamoasi birinchilikni qo'lga kiritdi. Futbol musobaqasining final uchrashuvi tuman yoshlari tomonidan katta ishtiyoq va qiziqish bilan kutib olindi. Final haqiqiy futbol bayramiga aylanib ketdi. Unda Humoyun va Shahrobod jamoalari bahs olib borishdi va havaskor bo'lishlariga qaramasdan finalga kuchli tayyorgarlik ko'rganliklarini namoyish etishdi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida jamoalar maydon va raqibga moslashdilar. Birinchi bo'limning oxiriga borib Humoyun vakillari hisobni ochishdi. Ikkinchi bo'lim esa gollar shousiga aylanib ketdi. Shahrobod mahallasi darvozasiga qatorasiga 3 ta gol kiritildi. Ular esa bitta gol bilan javob qaytarishdi. Yakunda Humoyun yoshlari 4-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Madaniy chiqishlar finalning yuqori kayfiyatda o'tkazilishini ta'minladi. Ana bugun biz finalga chiqqandik va finalda g'alaba qozondik. 4 ta gol urdim. Taassuroti juda ham zo'r. Final ozgina og'ir o'tdi, lekin mana biz finalda yutdik. Bir kun oldin mashg'ulot o'tkazdik. Tayyorlandik finaldan oldin ham. Mehnatimizdan rohatini endi ko'ramiz, yutdik. Final so'ngida o'zbek futbol afsonalaridan biri Azamat Abduraimov yoshlarning ishtirokini yuqori baholab, bu kabi futbol turnirlari ko'proq rag'batlantirilishi kerakligini ta'kidlab, sportchilarga omad tiladi. Tuman rahbariyati tomonidan barcha o'rin egalariga kubok, medal, diplom va qimmatbaho esdalik sovg'alari taqdim etildi.